Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar, bizni uzoq yaqindan kuzatib turganlar, bizga obuna bo'lganlar, bizni muntazam kuzatib turganlar. Borlaringga shukr. Hamisha biz sizlar uchun xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi ishimizni chiroyli qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz mana. Bugungi ishimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Cheknasirdan qishlog'ida, ya'ni o'zimizning qishlog'imizda bo'lyapti. Bu ishimiz mana dalamizning yon bag'rida. Nuqul shunaqa chiroylilarda yuramiz, Qanaqa odammiz ekan, qanaqa omadi kulganmiz ekan. Bizga Chorvoqqa borish shart emas, bizga bu Antaliyalarga borish shart emas, Germaniyalarga borish shart emas. Bizga oddiygina Cheknasirdan ham bo'laveradi. Mana ko'rib turganingizdek, mana ustamiz chiroyli qilib urib beryapti. Bu yerda mana ustamiz yorvarishga chiqaryapti, mana ko'rib turibsizlar. Har bitta qishimizni mehr bilan uryapti. Sizlardan iltimos, bittadan like qilib qo'yasizlar. Shu repost qilib yuboringlar, repostga ishqiboz bo'lib qoldim. Repost qilingandan keyin juda ham ko'pchilikka yetib borar ekan. Shu endi bitta iltimosimiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.